Ertalab kimdir avtobusda, kimdir metroda, yana kimdir esa mashinada ishga yo'l oladi. Biroq Shveysariyaning Bern va Bazel shaharlarida ayrim odamlar yoz kunlari umuman boshqacha yo'l tutadi. Ular ishga borish yoki ishdan qaytishda to'g'ridan-to'g'ri daryoga murojaat qiladi. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz, ba'zilar daryoga tushadi. Suv oqimi esa ularni kerakli manzilga eltib qo'yadi. Odamlar Bernda buning uchun Are daryosidan, Bazelda esa Ren daryosidan foydalanadi. Ular suvga tushishdan oldin maxsus suv o'tkazmaydigan sumkalar ichiga kiyim-kechak, telefon, hujjatlar va boshqa shaxsiy buyumlarni solib oladi. Shu tariqa ular suvda oqib ketayotganda ham narsalarni quruq holda saqlab qoladi. Travel Leisure'ning yozishicha, bu holat Shveysariyada yozgi hayot tarzining ajralmas bir qismiga aylanib ulgurgan. Ko'pchilik uchun bu nafaqat manzilga yetib olish, balki hordiq chiqarish va yozgi jaziramada salqinlanishning ajoyib usuli ham hisoblanadi. Ammo bu oddiy cho'milish emas, daryo oqimi juda kuchli bo'lishi mumkin. Shu bois mutaxassislar daryo o'zani xavfsiz bo'lgan paytda va faqat suzishni yaxshi biladiganlargina daryodan o'ziga xos transport sifatida foydalanishlari mumkinligini eslatib ogohlantirib turadi.